Bosh og'riqlari. Juda ko'p kasalliklarning klinik belgilari bo'lib, yer yuzida 400 dan ortiq bosh og'riqlarining turi mavjud. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, yer yuzidagi jamiki insonlarning 70-80% bu bosh og'riqlari bilan duch kelishadi. Eng qizig'i, bosh miyamizda hech qanaqa og'riq sezgan retseptorlar mavjud emas. Bu degani bosh miyamiz og'riq sezmaydi. Og'riq bosh miya ustiga joylashgan parda, qon tomir, mushak va mushak ichida joylashgan nerv tomirlari orqali yallig'lanish, shamollash va kuchli ta'sirlanish hisobiga NMD retseptorlari hosil qiladi. Bosh og'riqlar birlamchi va ikkilamchi bosh og'riqlarga bo'linadi. Birlamchi bosh og'riqlar, zo'riqish bosh og'rig'i, migren, klaster bosh og'rig'i. Ikkilamchi bosh og'riqlar, insult, bosh miya travmalari, bosh miya orqa miya o'simtalari, miofasal bosh og'riqlari, arterial gipertenziya, uch shoxli va ensanger nevralgiyasi, sinusitlar, o'tkir va surunkali yallig'lanish va meningit-meningensefalitlar bilan kechuvchi bosh og'riqlari, umurtqa va ularda kechuvchi osteoxondrozlardan kelib chiquvchi bosh og'riqlari haqida ma'lumotga ega bo'lgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Sizning boshingiz kunning qaysi qismida og'riydi? Kommentariylarga yozib qo'ying.